Ko'pchilik insonlar tradingni boshlash uchun katta tajriba kerak deb aytadi. Lekin 2026-yilga kelib bu gaplar eskirdi. Hozirgi kunda Sonintellect bozorni bir necha soniyalarda analiz qilib, aniq signallar beradi. Soqqa qilish uchun siz shunchaki shu signallar bo'yicha ishlasangiz bo'ldi. Hozir buni sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, savdoni boshladik do'stlar. Balansimizda 100 ming so'm mavjud. 100 ming so'mdan Xo'p, bugun 100 mingni hammasi bilan savdo qilib ko'ramiz. Xo'p, botga o'tamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan valyuta juftligini tanlab, botdan signal so'raymiz. Bizga keragi bu yerda. Xo'p, o'zimizga kerak bo'lganini tanladik. Sotishga 1 daqiqalik signal berdi. O'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. 1 daqiqaga to'g'rilab stelka ochdim. Mana ko'rishingiz mumkin, 1 daqiqalik sotishga signal bergan edi botimiz. Xo'p, mana savdo ochilgan. Birinchi bitim. Xo'p, aziz do'stlar, menga Telegramdan juda ham ko'p SMSlar kelyapti direktdan. O'zi Pocket Option litsenziyalanganmi degan savollar juda ham ko'p kelyapti. Albatta do'stlar, Pocket Option litsenziyalangan mировой platforma bo'lib, dunyo bo'ylab milliondan oshiq insonlar undan foydalanadi. Shu qatori siz ham bemalol qo'rqmasdan foydalanishingiz mumkin. Bizning Sonintellect bilan yanada osonroq bo'ladi pul topishingiz. Bemalol foydalanishingiz mumkin o'zlaringiz ham. Xo'p, bizni 15 soniya vaqtimiz qoldi bu yerda. 10 soniya qoldi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va mana ko'rishingiz mumkin, birinchi ochgan stelkamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, endi bir ish qilamiz shu yerda. 182 ming bilan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, yana sotib olishga signal berdi bu safar botimiz. Sotib olishga stelka ochdim 1 daqiqalik. Xo'p, kuzatib turamiz endi. Yana bir narsani aytib o'tib ketgan bo'lardimki, ma'lumot o'rnida, чтобы bizlarning Telegram kanalimizga qo'shilsangiz, u yoqda yanada qiziqroq mavzular, yanada qiziqroq narsalar bo'ladi har doimgidek. Endi o'zingiz ham tushunasiz, YouTube'ga unaqa narsalarni, misol uchun rasm qo'yib bo'lmaydi. Qanaqadir bir nimalar qo'yib bo'lmaydi. Telegram kanalimizga qo'shilsangiz, yanada o'zingizga ham osonroq va manfaatliroq bo'ladi. Xo'p, bizning 10 soniyadan kamroq vaqtimiz qoldi bu yerda. 5, 4, 3, 2, 1. Va mana ko'rishingiz mumkin, ikkinchi ochgan stelkamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, yana bir ish qilamiz shu yerda. 331 ming. Xo'p, botdan yana signal olamiz. Ko'rishingiz mumkin, 2 daqiqalik signal berdi botimiz. 2 daqiqaga to'g'rilab stelka ochdim. Xo'p, kuzatib turamiz. Balansimizda atigi 240 so'm pul qoldi. Xo'p, kuzatib turamiz. Qanaqa natija bilan tugar ekan. Albatta bunday vaziyatlarda sizlarni vaqtingizni tejash maqsadida videoni ozroq tezlashtira olamiz. Albatta bu sizning manfaatingiz uchun. Yanada o'zingizga osonroq bo'ladi. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, 10 soniyadan kamroq vaqtimiz qoldi bizni bu yerda. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu ochgan stelkamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. 100 mingdan 600 mingga chiqardim shotni. Balansimni to'g'rirog'i. Xo'p, botdan signal olamiz. Botimiz yana signal berdi. Bu safar 1 daqiqalik signal berdi sotishga. Xo'p, stelka ochdim. Endi kuzatib turamiz. Qanaqa natija bilan tugar ekan?
Xo'p, bizni yana 10 soniyadan kamroq vaqtimiz qoldi bu yerda. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, botdan yana bitta signal so'raymiz. Xo'p, botimiz 1 daqiqalik signal berdi yana pastga. O'zlaringiz ham guvoh bo'ldingiz, botimiz yana ikkita signal berib qoldi. Oldin aytganimdek, botimizni shunaqa mehribonligi tutib qolsa, oldindan bitta ikkita signal beraveradi. Bu albatta zarari yo'q hech narsaga. Xo'p, yarim daqiqa vaqtimiz qoldi bizni bu yerda. Yigirma soniya qoldi. 15 soniya qoldi. 10 soniya vaqtimiz qoldi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Botdan yana signal olamiz. Ko'rishingiz mumkin, botimiz yana signal berdi sotishga 1 daqiqalik. Xo'p, kuzatib turamiz. Boya aytganimdek, Telegram kanalimga qo'shilsangiz sizlarga nima foydasi bo'ladi? Men u yerda misol uchun kunlik qiladigan nima ish bilan bandligimni, qanaqa qilib pul ichganimni, nima qilganimni hammasini ochiq-oydin Telegram kanalda ulashib boraman sizlar bilan. Albatta YouTube'da bu ozroq ilojsiz ish, ammo Telegramda bu juda ham oson. Shuning uchun sizlarni yana bir bor Telegram kanalimizga taklif qilib qolgan bo'lar edim. Xo'p, bizni bu yerda 10 soniyadan kamroq vaqtimiz qoldi. Kuzatib turamiz. 5, 4, 3, 2, 1. Ko'rishingiz mumkin, bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. 100 ming so'mdan 1 400 mingga chiqardim balansimni. Mana savdo tarixini o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. 6 ta signal hammasi muvaffaqiyatli. Bu bot sababli trading sohasi butunlay yo'q bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun hoziroq ulgurib qoling. Evaziga esa qilgan daromadingizdan atiga 20% ni menga berishingiz kerak bo'ladi. Telegramga havolani video ostida qoldirib ketaman. Hammaga omad, ko'rishguncha xayr.